Darvozabon penalti oldidan to'satdan to'singa osilganda barcha nima bo'layotganini tushunmadi. Gap shundaki, zarba beruvchi tayyor edi. Butun stadion jim bo'lib qoldi. U esa odatdagidek tayyorlanmay, butunlay vaziyatdan tashqariga ko'rindi. Hakam shu lahza oldiga turib, bir soniya ikkilanib, keyin sariq kartochka ko'rsatdi. Zaxira skameykasida murabbiy norozilik bildira boshladi. Darvozabon zarba beruvchini chalg'itmoqchi deb o'ylab, tomoshabinlar esa bunday harakatdan keyin u qanday diqqatni saqlab qolishini o'ylardi. Lekin zarba paytida hamma narsa o'zgardi. Darvozabon xafa bo'lish o'rnida aql bovar qilmaydigan qat'iyatli bilan ajoyib seyf bilan to'pni qaytardi. To'p esa to'g'ri burchakka ketayotgan edi. G'alati ishora, sariq kartochka, chalg'itish bularning barchasi orqa fonga o'tdi. Eng muhim narsa faqat seyf edi. Eng kutilmagan paytda hech qayerdan paydo bo'lgan bu seyf